Allah Yunus'ka demegen bilen acayip taleylik adamken sen cuma sen. Şunç köp dikkanның içinden bu taleynin yan sana gelgindi kömem sen. Fukam, bunu kandakın bir taley digin olsun. Mış taleyni bir başkalara ötünüp belsek mi baptıken canım Fukam? Ayhan Yunus'ka kenit başlığının ümidini yedi koyma. Ettigenning yak şunç köp gap kılsam gap makulaktan kirip makulaktan çıkıp ketdimi nima? Lekin Fukam Aa boldi. Lekin fikrini koy. Kiyamani. Bundak taleyni başkalar tilap mı tapanmayım deyme. Allah. Kiye. Ballarың obdara gap koygan sen. Vallahi o obdan gap kıldım. Yaxshi. Söt qetiqlaring tayyordi? Tayyor mana. Belli. Agar ular sen bilmaydigan gapdan birini so'rab qolsa qalaymagan gap qilmay, darhol mening shartimga qara. Bir og'iz gapni xato qilib qo'ysang, nurg'un ajrimizni nol qilib etsan-da. Canım Fukam, ben adettim bir xotinimga o'ngshab ikki qiz gapni qilmaydigan adam. Men qamlashtiramga dek Fukam, men qamlashtiram. Bu ishning nemisi ha? Biz akrab, ma eg'ilingga solab bergan qo'ykanlarning hammasi meni yilsang ishtigidi-ku. Esingda bo'lsin, biz sana 6 kilo 25 qo'ya kirib berdik. Ma eg'ilingdagi chiqaqalang bilan jami 7 kilo oladi. Bu astag'firullah, voy nima taqilish ko'nikasiz yana tutdi. Ha, canım Fukam, men bu yolg'on so'zlamagandan yolg'on so'zsam, yaxshiga keslim ba emasmi deyman. Tura. Ha, mana. Bunda ishni sen ko'rmagan emas-ku, ha? Mana oldingi yili yuqoqi mahalladagi barat qanday qildi? Vazifani shundoq yaxshi o'rindabdi. Kanitdan unga to'paqda qo'ydim, bir mukofot qilib berdi qana. Fukam, bo'lmasa bu yil mash barat qilib bermayli bu vazifani. Ay, her yili bir uyga akirib olsak kenib qolmamdi. Biz ma kanitga butun dehqonlarni boy qilish majburiyatimiz bor. Kim biladi, kanit boshlig'ining xo'shligi tutib qolsa, sana qolidan berani mukofot qilib berib o'tamdi o'taqa. Fukam, menga bir enigim yetadi. Boldi, qurqabni qilma. Men qilsa dedimmi, cho'qim qilsa. Qammashmagan. Men qamlashtirammasman. Keldi. Keldi. Ey, namangdan matrapga mangmamsa. Mana, agah bol, sagat bol, qattiqni ursa Yunusqa. Esingda bo'lsin, biz akirib bergan qo'yganlarning hammasi sening. Hammasi sening. Mening emas sening. Sening. Meni bilsa. Mening. Men. Hey, dadam baba. Voy, baba. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaqangiz? Bu yoq shu biz boy gapini qilishgan Yunus akamiz bo'ldi-ku deyman. Shunday. Bu yoq bo'lsa o'z kuchiga tayinib tirish boy bo'lgan. Ammo kentimizdagi boylarning ulgisi Yunus aka bo'ladi. Yunus ham burun namrat vaqtlarda namratning dasidan titrab yo'lni aran joylab ma'alaydi. Mana partiya hukumatning dehqonlarga bergan o'simsiz qarzdan bahramand bo'lgandan keyin ayg'izimizga lig kagidek Yunus boy bo'ldi deb. Ayhan, Yunus boy. Uyingga mehmon tez qarab tursan-ku, mehmonni boshlamamsa? Yunuska. Amin. Yunuska. Bugun uyingga sen tuygi suyibni chaqirib aklanmaydigan aziz mehmondan birisi keldi. Juma. Bu yoq bo'lsa, Juqurdan kentimizga xizmat tushgan guruhning boshlig'i Ibrohimjon bo'ladi. Bu yerda boshliq quradigan mavjud emas. Yunus aka, biz shu el rayini sinash, elni moyil qilish, elga naf yetkazishdan iborat shu hukumatning yaxshi siyosatlarini o'sha kanitga yetkazish uchun tushgan xizmat guruhi. Shu qanday fikr taklifingiz bo'lsa bizga desangiz bo'ldi. Biz amal bor, hal qilishga tirishamiz. Obdan. Biz yaxshi shu. Biz qo'lim qo'shnilar bilan yaxshi. Obdan. Shu endi yaxshi ketyapmiz. Masala kelsak endi. Yaxshi, obdan ketyapmiz, obdan. Chiqib obdan ketyapmiz. Obdan. Bir çay. Yunus Bey, çayını men qo'yay. Sen parangni yeb yaqini qo'sh. Yunuska, shu anlasam siz burun namratlikning dardini bek tatgansiz. Mana keyin o'zingiz tirmishib, o'z oldingizga egilik tiklab boyopsiz. Shu boyolish tajribangizni bir so'zlab bermamsiz, Men paxtsit boyoptiman. Xo'sh. Men baxmachilik qilib boyoptiman. İş qilib onu satdım, bunu satdım. İş qilib boyoptiman shu. Voy Yunuska, boqmachilik qilibdimi, paxtachilik qilibdimi deysiz.
Әміні өзіңіз қылған болғайттың, ә? Ой, мен наңладың алаңа. Болды. Әлбәттә, кам, әлбәттә. Әммін өзәп қылдым, пақтышылық қылдым, бақмышылық қылдым, чылан саттым, қан сатмыдым, шықылып, әмісі қып бақтым. Кам, лекен бұл намыратшылық бар, ғой, кам, бәкемакен, жиным, бәкемакен. İbrahimcan. Şu tırışkan adamdan ecri fakat yer kalmaydı gene. Şu Yunuskan burun namrat vaxtlarda bazağa çıkıp bunun koyunu onunğa, onun kalasını bunun setip oturuluktan çay pılılık kazaydı, ha? Yani şunda turuqluq, bir balası Ali mektepte okuttu, ha? Şundan olar, yüzümüzde marifetler var, zat boldu da. Buna şerep taksi resim var Yunuskam'dan. Vay, Yunuska, bek yaxşı optu. Aşıbalınız hazır mı Ali mektepte okutqanda? Şunda, müş cavır capa, bizlerle kestin dep, qanda qılıp bolsun bolmuş balamның birisini Ali mektepte okutup. Bek yaxşı qıpsız. Yunuska, bekvatqan mal çarılarınızın badı, ha? Bafkam, baf. Ama bir inegim bafkam. Bunun üstüden aşı alamet çıkıdığın bir inek vardı, ha? Ket koyduğun bolsam bu inekten üstüde ama. Bir tallı inekiniz var mı? Yok. Çıkıdığın inekten bir sılı var demekçi. Başkısı mı var? Ondaqda Yunuska, cami neç kala, neç koyumuz var? 6 bitti, 7 bitti. Vay kızlık yapıldı gelsen koy Yunuska. Senin ayağınızda koykandan sonra ben nedim bileyim. Sen bana yetti kalam 25 koyun var diye bunu yetti var. 25 koyun yetti kalam baken. Bu Yunuska siz bu mal çarılarınızın sanını inik bilmemse ya? İbrahimcan, Yunuskan'dan bilmeydiğinlikle rast. Qandaq sizga? Bu mındaq gel. Mana bu bizning Yunuskam. Bay bo'lgan degan әлім құлым qo'shilgan tuqog'ini yo'q. Bizning bu kichikina kanatda bir-birini tonimaydigan odam bo'lmagan ekan. Kimga jiddiy qo'ygan lozim bo'lsa, Yunuskamning eg'iliga kirib, puli bo'lsa so'rab chiqib ketaverdi. Keyin pul topgandan keyin Yunuskamga oldirmay qaytirish oldi. Shundaq-ku Yunuska. Shundaq. Men Yunuskamga ko'p dedim. Bir daftar tutib qo'y. Kim sendan qo'y oldi, kim sendan kal oldi, unutib qolmaysan emasmi desam. Kamuş uruktuqqandak adamni o'tgan odamni undida qilsak, sattirgan deb unimidi. Mana, tehi yaqinda men Yunuskamdan 2 qo'y elib, pulini tehi o'tganni berib atdim. Shundaq qo'y Yunuska. Shundaq. Yunuskamning bir tuqqunning bolasi oliy maktabga tutgan, qandaq qildi birdan ha? Qandaq qildi? Shartida chiqarib 5 ming berib atdi. Yunuska bek yaxshi qilsiz. Qara. Hazır bizden müşe hükümetinin yezi balları Ali mektepke ötse berdiğe yardım okuş pulları var. Lekin bana siz onun karmasından özünüzden ağaçtan çıkıp kalmayı yine başkalar mı yardım kılacak? Uygun iş tigiş tıkışlar var. Bana usta adamcım var. Yakin bu Yunuska. İbrahimcan ben. Tova Xudayım, tova. Tova qildim Xudayım, tova. Bırak diyamatdan gittin uzamını mı? Bir gap batdi. Vay dememsiz. Desem bo'lamdi. Dana. Men demoqchi fikam. Ma Ahmet katibdan yo'tilib bir o'xshaydi qaysi qildi fikam. Ahmet, nimanda tül yutiliversa deyman. Vay. Bayatım var Yunuskamni ilbet tattal çılayaptı ben postu gelen uçaklı sürüp. İbrahimcan. Men anlag'andan bir köyge aladab Eğil ötep, Yunuskamning zadi qancharak kalisi, qancharak qo'yi var, şunu bir ko'rib chiqamiz. Shunda qildi, ras. Qo'ydim bir 3-4 so'yay fikam. Abi o'pkasini qo'yib, kalla paqalchaqdan yutib. Hay, Yunuskam, qo'yni so'yg'ilonmas. Bizning vaqtimiz yo'q, İbrahimcan. Şu bomimiz bugun ko'rib qo'yib, ertaga kelib gachcha deyotamiz. Xudo qilsak bo'lmaydi. Fikam, bu ishtiga tugmaydi, qaranglar. Qanchasimi kaladılan bir de soyib etmeyman. Hay Yunuska. Kalını mı soyğılıp olmaz? İbrahimcan'ın işi bek aldıraş, onu ne vaqt juntal İbrahimcan'a? Rahmet aka, tigil oldu. Biz kirib ko'rib chiqamiz. İbrahimcan. Shunda qil. Xo'sh. Kimning kalisi soymoqchi va yalantosh qalanda? Ne kilab yaga? Piyonun kismeti mi? Evet, tas. To'xtab tur. Ha mana. Ahmet katib. Ben sen degandek dedim qo'y. Osma ketdi, Qashqalidi, suv ketdi, Toshqalidi Yunus. Men xizmat ko'rib ertaga ketdi. Men degani sen bilib men qilibmi? Hukumatdan shunday yaxshi siyosatlar bor ekan-da. Ha? Balam oliy maktabga o'tgan vaqtida
Ben iqtisodda qiynalib qoldim. Ozroq yordam qilinglar desam, bir tiyin yordam qilmadinglar. Ey, unda ish yo'q. Nerede unda ish var ki? Bakan İbrahimjon deydigan ha. Ha. Döngmeldik kelikki. Qasım dükkanchining bosib berishlar qo'y. Qasım dükkanchining dükkanda yog' un asanli bekalib shundami? Müslüm. Ha? Ma'qul Yunus. Ma'qul. Men kenit başlığı değil. Sana yardım kırdak yiyoruz. Çoğum yardım kılımız. Lekin bugün kişi çandırıp koyma ma'qul mu? Yordam qilsizlar? Yardım kılmamdıgan. Alamet yardım kılımı Yunus sana. Ha, sizlar yordam qilsanglar, men mi yordam qilaman? Alamet yardım kılımı. Hatırcam bu. Yunuska. Ha. Mal çarılarını obdan bir semepsiz cuma. Shunda. Mushu kenit boshlig'imizning rahbarligida. Mush Ahmet Katibning boshlamchiligida. Men kalalarimda, qo'ylarimda nayt yaxshi beqotima samirib obdan bo'lib ketdi. Rost mana Yunus kamning bugünkidek bayaşat turmuş derişde mana kenit başlığımızdan olamşımıl tepsi vardı. Yakay. Yoksu. Sig'ib aytganda o'ztirishdi. O'ztirishmasa biz ming so'rgan bilan bekada. Shukuratlar. Yunuska. Boyam bir gapni nechi balam bor dedingiz? 2 bolam bor. Birisi hozir oliy maktabda, yana birisi bog'da ko'rgan kichik shu asha. Nayt yaxshi beqotima samirib obdan bo'lib ketdi. Rost mana Yunus kamning bugünkidek bayaşat turmuş derişde mana kenit başlığımızdan olamşımıl tepsi vardı. Yakay. Yoksu. Sig'ib aytganda o'ztirishdi. O'ztirishmasa biz ming so'rgan bilan bekada. Shukuratlar. Yunuska. Boyam bir gapni nechi balam bor dedingiz? 2 bolam bor. Birisi hozir oliy maktabda, yana birisi bog'da ko'rgan kichik shu asha. Sig'inning vaqti yiqilib qoldi. Qaytamdi. Oy, aras. Yunuska, bizningki ma kanit ochilgan yig'inimiz o'tdi. Shunga men qaytay. Oy, qanday ishimiz bo'lsa, men kanit ishxonasida 24 soat bor. Meni izlasangiz bo'ladi. Ya, manda kelsangiz bo'lmaydi. Manda kelsangiz bo'lmaydi. Yunus'ka biz seni kelimiz. Men Ahmet Katib, seni izlab boraman, ha? Ba Yunus'ka ba. Men kenitni bağo. Dada qildi. Nima bo'ldi? Vaqama. O'zmayman ba. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima? Yunuska nima bo'ldi deyman? Yunuska boya men kilomni bo'ldi. Yunuska Bize kirmegen kanala başlığını üstüne nima sopta? Ben Yunus kamdan enigi mozaylapken hoşallıklı beşkayıp ketipti. Yunuska mübarek olsun. Onun enigi boğaz emas taqilib. Madaga. Bay biz ko'rgan kalla siymas o'g'ashqa bilinmagan gap. Yunuska, sen mozaylaringni yuyib tarib ol. To'xtanglar. To'xtagan qapamsa qanday oldi deyman. Kelinglar. Bulinglar. Yunuska, siz bilmaysiz bana. To'g'ri deyman. Yunus kam hayajonlanib mushtab qoldi deyman. Birdan o'xshib qoldi. Ahmet qilsan. Ahmet kalamni to'lam, nima qanday qilaman? Ey, seni kalamni nima qilib qo'ydi bu? Voy, mushtab chaqchaqlarimiz var Yunus kam bilan. Mang'il. İbrahim Cafka, meni tejitchilig'i sigib qolmadi. Sizga gapim bor. Nima bo'ldi Yunuska danga? Nima bo'ldi? Men qo'tandik qo'ykalning hammasi mening emas. Hammasi kimning? Ahmet bilan telib oldiniki. Akşam o'tlansam Ahmet bilan telib oldi kiribdi. Yuqurdan bosh keladi. Tekshirish o'miga seni boy dehqon deb tanishtiraman. Agar massajmisan sen jazolansan deb xotinimga 25 qo'y bilan 6 kalni solab qo'ygandi. 6 kalisi mening enigimni usib o'tib qo'yibdi. Voy kala. Ali maktabga bolani qanday o'qitim ukam, men shu bir kalning usti bilan jinimizni joyitib atsak. Voy kala.
Mana Yunus kam degan kentimizning atoqli xalq qiziqchisi-da chaq-chaq qilyapti deysiz kam chaq-chaq. Og'zini yuma. Sizlar dehqonlarni mushtab oyqa yutibsizlar-da. Shu. Voy, yo'q.